Assalomu alaykum. Men bugun sizga juda muhim ogohlantirishni tushuntirib bermoqchiman. 30 avgustgacha ayrim odamlar albatta o'z hisob kitoblarini tekshirishi, qarzdorliklarni aniqlashi, ariza va tasdiqlarni vaqtida topshirishi kerak. Chunki muddat o'tib ketgandan keyin kartadan pul yechilishi, hisob raqamga cheklov qo'yilishi, subsidiya yoki nafaqa to'xtashi, jarima qo'shilishi yoki mavjud pulingiz boshqa qarzga yo'naltirilishi mumkin. Bu gap hammani bir xil qo'rqitish uchun aytilmayapti. Men mutaxassis sifatida sizga aniq tushuntiraman. Kim xavotir olish kerak, kimga bu tegishli emas, qaysi holatda pul haqiqatan yechib olinadi. Qaysi holatda esa odamlar bekorga vahima qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan mayda ko'rgan bitta hujjat, bitta SMS, bitta ariza yoki bitta qarzdorlik sabab puldan ayrilib qoladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p oilalarning pulini saqlab qoladi. Avvallari ko'p ishlar qog'ozda, navbatda alohida idoraga borib hal qilinar edi. Masalan, kommunal qarz bo'lsa, odam kassaga borib to'lardi. Soliq qarzi bo'lsa, xat kelardi yoki mahalla orqali xabar berilardi. Kredit bo'lsa, bank xodimi qo'ng'iroq qilardi. Jarima bo'lsa, ko'pchilik uni kechroq bilardi. Ya'ni jarayon sekinroq edi, odamda vaqt ko'proq bo'lardi. Hozir esa tizimlar elektronlashgan. Bank kartasi, soliq bazasi, ijro hujjatlari, kredit to'lovlari, kommunal hisoblar, davlat xizmatlari, subsidiya va nafaqa ma'lumotlari bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizda qarz, noto'g'ri ma'lumot, tasdiqlanmagan ariza yoki muddatidan o'tgan majburiyat bo'lsa, tizim buni avtomatik ko'rishi mumkin. Natijada pul kelishi bilan ushlab qolinishi, karta bo'yicha yechim amalga oshishi yoki ayrim xizmatlar bloklanishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan xatolik shuki, odamlar mening kartamda pul turibdi, demak xavfsiz deb o'ylaydi. Aslida karta bank mahsuloti, hisob raqam esa moliyaviy tizimning bir qismi. Agar sizda bank bilan shartnoma bo'yicha avtomatik to'lov roziligi bo'lsa, kredit muddati o'tgan bo'lsa, sud yoki ijro organi qarori bo'lsa, soliq qarzi bo'lsa yoki aliment bo'yicha majburiyat bo'lsa, pulingiz kelgan zahoti ma'lum qismi yechilishi mumkin. Bu har doim ham noqonuniy degani emas. Ko'pincha odam shartnomani o'qimagan, SMS'ni e'tiborsiz qoldirgan yoki shaxsiy kabinetni tekshirmagan bo'ladi. 30 avgustgacha degan muddat nima uchun muhim? Bunday muddatlar odatda hisobot davri, to'lovni kechiktirmasdan yopish, ariza topshirish, ma'lumotlarni yangilash yoki imtiyozni saqlab qolish bilan bog'liq bo'ladi. Men buni shunday tushuntiraman, tizim sizga vaqt beradi. Shu vaqt ichida siz tekshirasiz, e'tiroz bo'lsa murojaat qilasiz, to'lov bo'lsa to'laysiz. Hujjat yetishmasa topshirasiz. Muddat o'tgach esa men bilmagan edim degan gap ko'pincha yordam bermaydi. Chunki xabarnoma yuborilgan, shartnomada yozilgan yoki davlat xizmatlari portalida ko'rinib turgan bo'ladi. Birinchi navbatda kimlar xavotir olish kerak? Men aniq guruhlarni sanab o'taman. Birinchisi, kredit yoki mikroqarz olganlar. Agar siz bankdan va mikromoliya tashkilotidan yoki bo'lib to'lash xizmatidan pul olgan bo'lsangiz, to'lov jadvalingizni tekshiring. Masalan, siz 5 million so'm kredit olgansiz. Oyiga 6,5 ming so'mdan to'lashingiz kerak. Agar 2 oy to'lamasangiz, asosiy qarzdan tashqari penya, jarima, xizmat haqi qo'shilishi mumkin. Kartangizga 2 million so'm ish haqi tushsa, bank shartnomaga asosan ma'lum qismini yechishi mumkin. Odam esa pulim yo'qoldi deb o'ylaydi. Aslida u qarzi ketgan bo'ladi. Ikkinchi guruh, soliq yoki majburiy to'lov qarzi bor fuqarolar. Masalan, sizning nomingizda uy, yer, avtomobil yoki yakka tartibdagi tadbirkorlik bo'lishi mumkin. Ko'pchilik eski mashinasini sotgan, lekin hujjatda hali o'z nomida qolganini bilmaydi. Natijada transport solig'i yoki jarima eski egasiga kelaveradi. Yoki odam tadbirkorlikni ochgan, keyin ishlatmagan, lekin hisobot topshirish majburiyati qolgan. Bunday holatda qarzdorlik yig'ilib boradi. Agar vaqtida tekshirilmasa, keyin bank hisobiga cheklov tushishi yoki pul ushlab qolinishi mumkin. Uchinchi guruh ijro hujjati bor odamlar. Bu aliment, sud qarori, jarima, zarar undirish, qarzdorlik bo'yicha bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam 3 million so'm qarzni qaytarmagan, qarishi tomon sudga bergan, qaror chiqqan. Keyin ijro ish yurituvi boshlanadi. Qarzdor men sudga bormadim, demak menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin sud xabarnomasi belgilangan tartibda yuborilgan bo'lsa, ish ko'rilgan bo'lishi mumkin. Shundan keyin karta yoki hisob raqamga taqiq qo'yilishi, pul tushganda yechilishi mumkin. 4-guruh davlat nafaqasi, subsidiya yoki moddiy yordam oladiganlar. Bu yerda muammo boshqacha. Ba'zan pul yechib olinmaydi, lekin to'lov to'xtab qoladi.
Masalan, bola puli, kam ta'minlangan oilaga yordam, ijara kompensatsiyasi, kommunal subsidiya yoki boshqa yordamlar uchun oilaviy daromad, ro'yxat, hujjat, yashash manzili, bank karta ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'ladi. Agar siz muddatida ma'lumotni tasdiqlamasangiz, keyingi oy pul tushmasligi mumkin. Odam davlat pulimni olib qo'ydi deydi. Aslida esa to'lov avtomatik to'xtatilgan bo'ladi. Chunki tizimda ma'lumot eskirgan yoki shart bajarilmagan. 5-guruh kommunal qarzdorligi borlar. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik yoki boshqa xizmatlar bo'yicha qarz yig'ilib qolsa, avval ogohlantirish, keyin cheklov, keyin da'vo yoki undirish jarayoni bo'lishi mumkin. Oddiy misol, xonadonda hisoblagich ko'rsatkichi o'z vaqtida kiritilmagan. Tizim o'rtacha hisob kitob qiladi. Odam 40 ming so'm to'layman deb yurgan bo'ladi, lekin 300 ming so'm qarz ko'rinadi. Keyin bu qarzga nisbatan talab yuboriladi. Agar u e'tiroz bildirmasa, qarz tan olingandek holat yuzaga kelishi mumkin. 6-guruh plastik kartasida avtomatik obuna yoki rozilik berganlar. Hozir ko'p xizmatlar avtomatik to'lov bilan ishlaydi. Internet, mobil aloqa, onlayn kurs, sug'urta, kredit to'lov, ilova obunasi. Odam bir marta karta raqamini kiritadi. Keyin har oy pul yechiladi. Masalan, siz bir xizmatga 29 ming so'mlik obuna yoqqansiz, lekin unutgansiz. 3 oyda ham 7 ming so'm ketadi. Yoki oilada farzandingiz telefonda o'yin ichida karta orqali to'lov qilgan bo'lishi mumkin. Buni ham ko'pchilik pul yechib olishdi deb tushunadi, lekin bank ko'pincha siz rozilik bergansiz deydi. Shuning uchun avgustgacha barcha avtomatik to'lovlarni tekshirish kerak. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda hech qanday kredit yo'q, soliq qarzi yo'q, jarima yo'q, sud yoki ijro ishi yo'q, kommunal qarzlaringiz yopiq, kartangizda avtomatik obuna yoqilmagan, nafaqa yoki subsidiya bo'yicha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, unda vahma qilishga asos yo'q. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xato ma'lumotlar ham bo'ladi. Masalan, sizning telefon raqamingiz boshqa odamning eski kartasiga ulangan bo'lishi, avtomobil sotilgan bo'lsa-da rasmiylashtirish oxirigacha tugamagan bo'lishi, eski qarz bazada qolib ketgan bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Nafisa opa tikuvchilik qiladi. Oyga taxminan 3 million so'm topadi. U avval 8 million so'm mikroqarz olgan, oyga 900 ming so'mdan to'lashi kerak edi. Bir oy kasal bo'lib to'la olmadi, keyingi oy ham kechikdi. Kartasiga buyurtmachidan 2 million so'm tushdi. Shu zoti 1 million 800 ming so'm yechildi. Nafisa opa banka jahli chiqdi. Lekin shartnomada kechiktirilgan qarz kelib tushgan mablag'dan yechilishi yozilgan edi. Bu yerda asosiy saboq. Kredit olgan odam to'lov jadvalini, kechikish jarimasini va avtomatik yechim shartini bilishi shart. Ikkinchi misol. Rustam aka mashinasi tanishiga ishonchnoma bilan bergan. Tanishi mashinani haydab yurgan, jarimalar kelgan. Lekin Rustam aka bilmagan. Bir kuni kartasiga 1 million 500 ming so'm tushadi. Keyin qarzdorlik bo'yicha yechim boshlanadi. Rustam aka men haydamaganman dedi. Bu gap ma'naviy jihatdan tushunarli. Lekin huquqiy tomondan mashina kimning nomida bo'lsa, javobgarlik ko'pincha o'sha tomonga keladi. Demak, mashina, uy, yer, biznes kabi mol-mulklar kimning nomida ekanini muntazam tekshirish kerak. Uchinchi misol. Bir oila bola puli olib turgan. Keyin oiladagi bir a'zo rasmiy ishga kirgan, daromad oshgan, lekin ular ma'lumot yangilanishini kuzatmagan. Keyingi oy to'lov kelmagan. Ular pulni kesib tashlashdi deyishdi. Aslida tizim oilaning daromadini qayta baholagan. Agar ular bunga e'tiroz bildirsa, daromad noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hujjat bilan isbotlash kerak edi. Buning uchun muddatida murojaat qilish kerak. Kech qolinsa, keyingi oylar uchun qayta tiklash qiyinlashadi. 4-misol. Dilshod ismli yigit telefoniga internet xizmatini ulagan, kartasini bog'lagan. Keyin xizmatdan foydalanmay qo'ygan, lekin obunani o'chirmagan. Har oy 49 ming so'mdan yechilib turgan. 6 oyda 294 ming so'm ketgan. Banka borsa, bank to'lov savdo nuqtasi tomonidan sizning roziligingiz bilan amalga oshirilgan deydi. Bunday holatda birinchi ish bankdan karta bo'yicha oxirgi operatsiyalarni olish, ikkinchi ish xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan obunani bekor qilish. Uchinchi ish kerak bo'lsa kartani qayta chiqarish. Eng muhim nozik jihat shuki, har bir pul yechilishi noqonuniy emas. Lekin har bir yechimni tekshirishga haqqingiz bor. Agar kartadan pul ketgan bo'lsa, men doim 3 ta savol beraman. Kim yechdi? Nima asosida yechdi? Qaysi hujjat yoki shartnomaga tayanildi? Bankdan operatsiya tafsilotini so'rash mumkin. Agar bu kredit bo'lsa, kredit shartnomasi va to'lov jadvali kerak. Agar bu ijro bo'lsa, ijro hujjati raqami.
qaror sanasi undirilayotgan summa kerak. Agar bu obuna bo'lsa, savdo nuqtasi nomi, to'lov sanasi miqdori kerak. Ikkinchi nozik jihat, ba'zan qarz noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Masalan, kommunal hisoblagich noto'g'ri ko'rsatgan, to'lov bazaga tushmagan, eski kvitansiya hisobga olinmagan, soliq organida mol-mulk qiymati noto'g'ri ko'rsatilgan, jarima boshqa odamning harakati bo'yicha sizga kelgan. Bunday holatda og'zaki bahs yetmaydi. Sizda hujjat bo'lishi kerak. Kvitansiya, chek, shartnoma, topshirish qabul qilish davlatnomasi, avtomobil sotilganini tasdiqlovchi hujjat, sud qarori nusxasi, bank ko'chirmasi. Uchinchi nozik jihat MSS kelmadi degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki ayrim xabarnomalar shaxsiy kabinetga, elektron pochta manziliga, davlat xizmatlari portaliga yoki rasmiy ro'yxatdagi telefon raqamiga yuborilgan bo'lishi mumkin. Agar siz raqamingizni almashtirgan bo'lsangiz, eski raqam tizimda qolgan bo'lsa, javobgarlik baribir sizga tushishi ehtimoli bor. Shuning uchun men doim aytaman, telefon raqam, pasport ma'lumoti, yashash manzili, bank karta rekvizitlari, oilaviy holat kabi ma'lumotlarni yangilab boring. 4-nozik jihat, hamma narsani vositachi orqali hal qilmang. Men sizga hammasini to'g'rilab beraman, faqat karta raqamingizni, SMS kodingizni, pasport rasmingizni yuboring degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hech qachon SMS kodni bermang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotini begona odamga yubormang. Davlat xizmatlari parolini boshqaga bermang. Chunki pul yechilishining katta qismi rasmiy qarzdan emas, aynan firibgarlikdan kelib chiqadi. Odam ogohlantirishni ko'radi, qo'rqadi. Keyin soxta havolaga kirib karta ma'lumotini kiritadi. Natijada o'zi pulni firibgarga topshiradi. 5-nozik jihat. Ayrim holatda pulning hammasi emas, faqat bir qismi ushlab qolinishi kerak bo'ladi. Masalan, ish haqi, pensiya, nafaqa, aliment kabi tushumlar bo'yicha qonunchilikda ayrim cheklovlar bo'lishi mumkin. Agar sizdan noto'g'ri miqdorda ushlab qolishgan deb hisoblasangiz, bunga alohida e'tiroz yozish kerak. Shunchaki telefon qilib baqirish natija bermaydi. Yozma murojaat, hujjat, hisob-kitob va javob talab qilish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqich-bosqich aytaman. Birinchi qadam, bank ilovasiga kiring va oxirgi 3 oylik operatsiyalarni ko'ring. Qaysi joydan, qaysi sanada qancha pul yechilganini yozib oling. Agar tushunarsiz nom bo'lsa, bank qo'llab-quvvatlash xizmatidan merchant nomi, to'lov turi va asosini so'rang. Iloji bo'lsa, ko'chirmani PDF shaklida yuklab oling yoki bank filialidan rasmiy ko'chirma oling. Ikkinchi qadam, kredit va bo'lib to'lash shartnomalaringizni tekshiring. Qancha qarz qolgan, to'lov kuni qaysi sana, kechikish bormi, penya hisoblanganmi, avtomatik yechim roziligi bormi, bularni aniqlang. Agar 30 avgustgacha to'lov qilishingiz kerak bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Chunki ba'zan to'lov tizimga bir necha soat yoki bir kun kech tushadi. Siz 30 avgust kechqurun to'ladingiz, lekin tizim 30 avgustda ko'rdi. Natijada kechikish chiqishi mumkin. 3-qadam, davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi yoki tegishli rasmiy tizimlar orqali qarzdorlikni tekshiring. Uy-joy solig'i, yer solig'i, transport, jarimalar, tadbirkorlik majburiyatlari. Eski qarzlar bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz chiqsa, darhol to'lab yuborishdan oldin uni tushuning. Bu haqiqatan sizniki ekanini aniqlang. Agar noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz yozing. Agar to'g'ri bo'lsa, muddatidan oldin yopish foydali. Chunki keyin jarima yoki cheklov qo'shilishi mumkin. 4-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha qarz chiqsa, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Oxirgi to'lov kiritilganmi? Kvitansiya bor yo'qligini solishtiring. Agar siz ijarada yashasangiz, uy egasi bilan aniq hisob-kitob qiling. Ko'p nizolar shundan chiqadi. Ijarachi men to'ladim deydi. Uy egasi qarz qilibdi deydi. Hamma cheklarni saqlang. 5-qadam, nafaqa, subsidiya yoki moddiy yordam olsangiz, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport muddati, bolalarning hujjatlari, yashash manzili, oilaviy tarkib, daromad ma'lumotlari, bank karta muddati, karta egasi to'g'rimi? Hammasini ko'ring. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi kartani tizimga bog'lash kerak bo'lishi mumkin. Agar oilada o'zgarish bo'lgan bo'lsa, uni yashirmang. Lekin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hujjat bilan tushuntiring. 6-qadam, avtomatik obunalarni o'chiring. Telefoningizdagi ilovalar do'koniga kiring. Obunalar bo'limini tekshiring. Bank ilovasida avtomatik to'lovlar bo'limi bo'lsa, u yerdan ham ko'ring. Mobil aloqa operatorida pullik xizmatlar ulanganmi tekshiring. Keraksizlarni bekor qiling. Agar noma'lum sayt yoki xizmat kartadan pul yechayotgan bo'lsa,
Banka murojaat qilib kartani bloklash yoki qayta chiqarish masalani ko'rib chiqing. 7-qadam. Agar pul allaqachon yechilgan bo'lsa, vahima qilmasdan yozma tartibda harakat qiling. Banka murojaatda shunday mazmunda yozing: falon sanada, falon summada hisobimdan yechim amalga oshirilgan. Ushbu operatsiyaning asosi oluvchi tashkilot nomi, shartnoma yoki ijro hujjati raqami haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar bu ijro organi bo'yicha bo'lsa, ijro bo'limiga alohida murojaat qiling. Undirilayotgan qarzdorlik summasi, hujjat raqami, qaror sanasi va hisob-kitob nusxasini taqdim etishingizni so'rayman. Og'zaki gapdan ko'ra yozma murojaat kuchliroq. 8-qadam. Hujjat papkasini tayyorlang. Unda pasport nusxasi, bank ko'chirmasi, kredit shartnomasi, to'lov kvitansiyalari, kommunal cheklar, sud yoki ijro hujjatlari, soliq ma'lumotlari, ariza nusxalari bo'lsin. Hujjat bo'lmasa, siz haq bo'lsangiz ham isbotlash qiyin bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam 400 ming so'mni to'lagan, lekin chekni tashlab yuborgan. Tizimda to'lov ko'rinmagan. Keyin o'z pulini isbotlash uchun ancha vaqt sarflagan. 9-qadam. Shubhali havollarga kirmang. O'tdim avgustgacha pulingiz yechiladi. Tekshirish uchun shu linkka kiring degan xabar kelsa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy ilovaga o'zingiz kiring, havola orqali emas. Bank raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Sizga kelgan noma'lum raqamga emas. SMS kod, karta PIN kodi, ilova parolini hech kimga aytmang. Hech bir haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. 10-qadam. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Bu advokat, bank mutaxassisi, soliq maslahatchisi yoki davlat xizmatlari markazi xodimi bo'lishi mumkin. Lekin murojaat qilganda qo'lingizda hujjat bo'lsin. Pulimni olib qo'yishdi deyish yetarli emas. Qachon, qaysi karta, qancha summa, kimga ketgan, qanday SMS kelgan, oldin qanday shartnoma bo'lgan, hammasi aniq bo'lishi kerak. Men sizga aytmoqchi bo'lgan asosiy fikr shuki, 30 avgustgacha vaqt bor ekan, uni bekorga o'tkazmang. Kartangizni, qarzlaringizni, soliqlarni, kommunal to'lovlarni, obunalarni, nafaqa va subsidiya hujjatlarini tekshiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar muammo chiqsa, muddat tugamasdan hal qilish imkoniyati bo'ladi. Eng yomon holat, odam hech narsani tekshirmaydi. Keyin pul yechilgandan yoki to'lov to'xtagandan keyin idora yuradi. Yana bir bor aytaman. Bu ogohlantirish hammani qo'rqitish uchun emas, hushyor bo'lish uchun. Pulni saqlab qolishning eng oddiy yo'li o'z hisobingizni nazorat qilish, hujjatni vaqtida topshirish, qarzni kechiktirmaslik va noma'lum xabarlarga aldanmaslik. Bugun 10-15 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha 100 ming yoki bir necha million so'mlik muammoning oldini olishingiz mumkin. Sizda ham kartadan tushunarsiz pul yechilganmi? Nafaqa yoki subsidiya to'xtab qolganmi? Kredit yoki jarima bo'yicha muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan moliyaviy va huquqiy masalani tushunarli qilib tushuntirib beraman.